Allah uchun qurbonlikqa tanlangan Ismoillarning Rabbiga bo'lgan sadoqati, muhabbati yuzidan o'zining eng yaxshi ko'rdigan insonlarini qurbonlik uchun hozirlagan Ibrohimlarning fidokorliklari bu ulug' kunlarda qabul bo'lsin. Shundoq Ismoil bo'ldik. Ba'zilarimiz dinimizni o'rganish, yana ba'zilarimiz islomni ustun qilish, yana kimlarimiz Allohga yaqinlashish maqsadida dinimizni elib kechib musofir bo'ldik. Demakki, Allohning yo'liga eng cho'ng dasmoyimiz bo'lgan hayotimizni qurbon qilishmoqchi bo'lishdik. Bu asrimizning Ismoillari bo'lishni iroda qildik. Oxirida haqiqatan Ismoil bo'ldik. Nima degan go'zal bir taqdir Ismoil bo'lib tanlanmoq. Nima degan tatliq bir tuyg'u Qurbon hayitda qurbonliklarning birining o'zi ekanligini his qilib yetmak. Ammo Ismoil bo'lmoq osonga to'xtamadi ham to'xtamaydi. Chunki bizning Ismoilligimiz Allohu akbar deb pichoqni gallarimizga surkash bilan bo'lmadi. Balki tug'ilib cho'ng bo'lgan aziz yurtimizdan yiroq qirlarda yiltizsiz hollarda dard ustiga dard, musibat ustiga musibat, sanab tugatkisiz sinoqlarga qarshi tik turib yashash bilan, haromlar tanlanganda rad qilish, muhtojlik ko'chalarida chandurmay yurish, shaytonning bo'zaq qilishlariga ro'baro turish bilan, muhimi hech qachon tanlagan yo'limizdan qaytmay, Ibrohimlarimizga bergan va'dalarimizni unutmay yashash bilan bo'ldi. Kimlarimiz Yusuf kabi qarindosh deb bilganlar tarafidan setildik, zindonlarga qamaldik, ammo hech bir zaman umidimizdan voz kechmadik. Chunki qul qilib setilgan, turmalarga solangan Yusuf bo'la olgan bo'lsak, sulton bo'la oladigan, Yaqub bilan quchoqlashib ko'risha oladigan bir Yusufmi bo'la oladiganligimizga shaksiz ishondik. Shundoq ba'zi jinini ilib qochgan Musa bo'ldik notanish ellarda. Turmushni qamdash, yashashni davom qilish uchun hatto tushimizga kirmaydigan ishlarni qildik bu yot tuproqlarda. Kechalari 11-12larda ishdan charchab yonganlarimizda, atdiganda tong suzilmasda ish qilmanganlarimizda Musa alayhissalomning Rabbim, menga rizqdan nima bersang, men haqiqatan uningga muhtoj degan duosini o'qib, ko'zlarimiz ixtiyorsiz namlandi. Ammo dardlari arzimas insonlar to'piga kirganimizda ig'ir yuklarni yudib yurgunimizni chandurmay kulib yashab keldik. Har daqiqada bir avinga qarshi bir Musa bo'la oladiganligimizdan va bu qiyinchiliklarimizning g'oyimizga yetish yo'lidagi bir palampay ekanligidan hech bir shubhamiz bo'lmadi. Asyodimiz hamon Ibrohimlarimizda edi. Ular simtorlarda bog'langan qafasda yurak parlarını sig'inish, ruhiy xo'rliq va jismoniy ishkench ichida edi. Qayg'urdik, o'zimizni aybladik. Oxirida payg'ambarimiz hadis xabar bergan yiroq zamonda keladigan ahboblar biz o'xshaymiz deb ko'nglimizni bir oz tinchitib o'ltirdik. Shundoq Ismoil bo'lmoq oson bo'lmadi. Gohida Yusuf bo'ldik, gohida Musa. Ba'zida acaba Allohning g'azabiga uchirgan bandalarimi biz deb o'ylashga ulgurdik. Biroq yurtidan qo'g'ilnish sahobalarning, hatto Habibimizning beshig'imi kelgan tursa, shug'unisi payg'ambarlar kabi taslim bo'lolmadik taqdirimizga. Ularga o'xshash tadbir tuzalmadik dushmanimizga. Ammo hech bo'lmasa sabr qildik, hattoki rozi bo'ldik Mavlamizning qismatlariga. Hech qachon zarlanmadik hayotimizdan, ammo shikoyat qildik ojizligimizdan. Gulni tikanlar bilan yaratganligidan og'rinmadik, balki shuncha tikanlar orasida po'raklab gullarning ichilganligiga shukr etdik. Bir dard sohibi bo'lganimizga, eng to'g'risi dardimizning vatan, ummat bo'lganligidan mamnun bo'ldik. Qalblarimiz sig'inishdan puchulanganda, ko'ngillarimiz atrofimizdan suv ichalmaganda, odam dengizi ichida turibmi yolg'izlik his qilganlarimizda qalbimizni orom topqizish uchun muborak kitobni o'qidik. Har qitim ko'zlarimiz men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib o'tmayman. Hijrat qilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda arziyat tortganlar
albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizuman degan oyatlari bilan uchrashganda barcha g'am qayg'ularimiz erib yo'q bo'lib ketdi. Chunki jannatning qarshisida qaysi bir ne'mat tura oladiki? Bugun hit do'stim, sizdek, bizdek Ismoillarning hiti. Bugun bir Ismoil bo'la olganligingizdan, Allohga yargan qurbonliklar qatoridan o'rin ola olganligingizdan so'yining. İçinizden chiqarib bir tabassum qiling. Qo'yingizni bo'g'izlashdan burun g'am andisha, qayg'ularingizni bo'g'izlab eting. Pokiz bir qalbdan boshqa mol dunyo va bola chaqalarni asqatmaydigan bir kunga tayyorlik qilayotganlardan biri bo'lish sifatingiz bilan sizga o'xshash Ismoillarni quchoqlang. Atrofingizdagilarga illiq bir kulimsirang. Muhabbatingizga ehtiyojliqlarni so'yib qo'ying. Ota-onam, qarindoshlarim yenimda yo'q. Ailem yo'q deb yo'qlaringizni sanab, bu qisqagina rahmat kunlarini o'tkazvatkicha, kichikkina tabassum chog'liq bir yaxshiligingizni ularga atash bilan ko'ngil olimingizni yo'riting. Siz zulm chekkili, urg'ilali emas, bugünkidek qutlug' kunlarning xushalligini surish uchunmi kelgan? Ishiningki, Nilga tashlangan Musoni onasiga, quduqqa tashlangan Yusufni otasiga sog'-salomat yetkazgan, lahan qo'rsiqidan Yunusni, o't dengizidan Ibrohimni qutqizgan Rabbimiz bizni hargiz yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Buyuk insonlarga o'xshash sinalganligingiz sizningmi u katta insonlar bilan bir sapda ekanligingizdan bishoratdir. Umidsizlanmang. Faqat va faqat dushmanimizlar bizning umidsizligimizni, jangga kirmay mag'lub bo'lishimizni, bugunkidek tantanli kunlarda chechilib yolg'iz yurishimizni xohlaydi. Halbuki bizning mujodilamiz jangovar, jasoratlik, umidvor jangchilarga, mo'rini mo'riga terab, qo'l tutishib olg'a ilgillaydigan kishilarga ehtiyojliq. Undaqda umiddan iborat bu o'chmaydigan o't bugun ulg'aysin. Jangovarligimiz chiroylarimizdan yuraklarimizga tutashsin. Bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz Rabbimizning rahmatga to'lgan bu qimmatli kunlarida texmo kuchaysin. Qarindishim, Ismoil bo'la olganligingizdan so'yindingizmi? Undaqda bergan va beradigan qurbonliklaringizni Alloh qabul qilsin. Amin.